220 million so'mga tayyor 2 xonalik yevro remont uyimizni ko'rib chiqamiz. Qarshimizda 16 qavatli Maorilar ko'rib turganingizdek, 8-qavatda umumiy maydoni 65 kvadratni tashkil qilgan 2 xonalik uyimiz sotuvda. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib, mana shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Hozir spalni xonasini ko'rdik. Yorqin aboylar va natojniy patrlar qilingan. Bu mehmonxonasi ko'rib turganingizdek, aytgancha bu uyimizning krediti bor aziz obunachilar. 220 million so'm berib kreditni davom ettirib ketishingiz mumkin. Bankda 320 million so'm qarz bor. Hujjatlar через notarius bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, to'liq remontdan chiqarilgan aziz obunachilar. Bunaqa variantlar kamdan kam chiqadi. Tezda ulgurib qolamiz. Lokatsiyasi ham juda yaxshi joydan bo'lishyapti. Hamma bitta uy texnikalari, xolodilnik, kondisioner, televizor barchasi qoladi aynan sizlar uchun. Hozirgi paytda ham ijarachi 3,5 million so'm berib turibdi. Ya'ni o'zining kreditini qoplaydi. Dushovoy bilan hojatxonasi birgalikda, gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslo muammo yo'q. To'liq kafillangan. O'ng qo'limizda esa oshxonasi. Aynan oshxonasida katta balkonni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, nabor kuxni mebellar qilingan aziz obunachilar. Hozir balkondan butun bir Termizda 8-qavatdan atmosferasini ko'rishingiz mumkin. Qarshimizda o'sha Termiz davlat universiteti pedagogika, ya'ni Balanshi nomer 99 kodi bilan 716 53 78